nima uchun idish-tovoq yuvadigan gubkadan uy qurmasligingiz kerak aka? Shu haqida ma'lumot bera qoling, chunki borki, ko'pchilik borki, istalgan blokdan uy qurib, keyin polistyrol bloklarni yomonlab yuribdi aka. Siz o'zi polistyrol bloklar haqida sizda ma'lumot bormi aka? Ma'lumotingiz yo'q bo'lsa, mana profil aka, obuna bo'lib qo'ying-da. Mana shu profilda juda ham ko'p polistyrol bloklar haqida, izolyatsiya haqida, qurilish haqida ma'lumot beramiz aka. Videoga like bosangiz, ko'pchilik yetib boradi. Xullas, mana polistyrol bloklarimiz aka, qolgan bloklardan yaxshi tarafi shundan iboratki, bu bloklarga narsa qotirsa bo'ladi. Bu bloklarimizni vesi juda ham yengil, ya'ni bitta blokimiz 18 kilo. Mana shu bloklarimizni issiq suv o'tqish teploprovodnisi 0.3 ga teng bo'ladi. Okay, eng asosiysi issiq suv o'tkazmaydi, suv tortmaydi, vesiga yengil, narsa qotirsa bo'ladi. Narxiga kelamiz aka. Narxi qimmat bo'lsa kerak deb o'ylayapsizmi? Yo'q, narxi ham aka hamyonbop. Bu polistyrol bloklarimizni hozirgi kunda 2026-yil 1-martga narxi 27 ming so'm. Lekin narxi oshib qolishi mumkin aka. Narxi oshmasdan hozir telefon qilib, g'ishingizda bron qilib qo'yasiz aka. Mana shu videoni borki aka, qaysi blokdan uy qursam ekan deb yurgan akalarga videoni tashlab qo'ysangiz, ular uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman aka. Assalomu alaykum.